Trapetsiyaning burchaklaridan biri 30 gradusga teng. Yon tomonlarni davom ettirilganda to'g'ri burchak ostida kesishadi. Agar trapetsiyaning asoslaridan biri 8 santimetrga, o'rta sig'imi esa 10 santimetrga teng bo'lsa, uning kichik yon tomonini toping. Demak, o'rta sig'imiz 10 bo'lsa, asoslardan biri, ya'ni bu kichik asos bo'ladi, chunki o'rtasidan kichkina bo'lgani uchun. B esa asosimiz 10 ga teng. Demak, bu burchagimiz 60 gradus, bunisi 30 gradus. To'g'ri burchak uchburchak bo'lgani uchun. Birinchisi, o'rta sig'im degani asoslar yig'indisini yarmi o'rta sig'imga teng. Bitta asosimiz 8 plus B taqsim 2 10 ga teng. Bundan katta asosimiz 12 ga teng. AD trapetsiyaning katta asosi 12 santimetrga teng. Nuqtani n bilan belgilaydigan bo'lsak, ikkinchisi uchburchak ANDda 30 graduslik qarshiga katet gipotenuzani yarmiga teng. N-imiz 12 taqsim 2 6 ga teng. Hop, AN'imiz esa 6 ildizi 3 ga teng har doimgidek. Uchinchisi, trapetsiyaning asoslari parallel bo'lgani uchun bu burchagimiz 60 gradus, bunisi 30 gradus bo'ladi. Kichik uchburchakdan ham 30 gradusga qarshi katet gipotenuzani yarmiga teng, B enimiz 4 ildizi 3 ga teng. Hop, trapetsiyaning yon tomonini topadigan bo'lsak, CD yon tomoni jami endi 6 dan NC'ni ayirib 4 ayirib yuboramiz, 2 ga teng. AB yon tomoni jami AN masofadan BN masofani ayiramiz. AN'imiz bizda 6 ildizi 3 dan 4 ildizi 3 ayirsak 2 ildizi 3 ga teng. Demak, javob trapetsiyaning kichik yon tomoni 2 ga teng ekan.